Assalomu alaykum obunachi. Mana navbatdagi darvozamizni Navoiyga olib o'rnatdik. Har doimgidek yaxshi darvozadan qo'yib berdik. Mana ko'rib baho beringizlar. 6 ga 4 2 ga 1 stenada profillarimiz, listlarimiz 1-1, energiyaga qo'yib berdik. 09 dan mana ko'rib baho berdik. Zamoglari har doimgidek yaxshi zamog, yopilishlari. Ikki taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Hol, kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasiz. Taylari shvellar. Tepasi lazer qilib berdik. Moshinaga pastlari bilan ildirdik. Tepalarigacha zazor qolmadi, juda chiroyli bo'ldi. Qaysi do'stingizga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasiz. Juda chiroyli bo'ldi darvozamiz. Obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shu darvoza 1000 TL yig'armikan. Nomerlarni mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Zakaz beringizlar aka. Ha, kattakon rahmat, Adushi. Qo'llab-quvvatlaymiz ustalar. Ishimizni ko'rib boringizlar. Ishimiz yoqdimi aka? Ishingiz zo'r aka. Bo'ladi. Yoqdi. Zakaz beringizlar aka. Zo'r ish. Hozir 1000 TL yig'adi aka, xudo xolasa darvozamiz. Mana aka. Juda chiroyli bo'ldi. Rahmat e'tiborlar uchun.